Yaxshiyamki o'zbekda marosimi bor. Shu marosimi tufayli aka-ukalar ko'rishyapti xolos. Bir qasd qilib akamidi yo ukamidi, opamidi yo singlimidi deb ko'ruvchilar qolmagan. Nimaga desa, chunki ular bir-biridan voz kechib yuborgan. Nimani evaziga? Uy joyda evaziga. Koshkida insonga bu uy joy vafo qilganda edi, kimi ko'rdik uyiga ko'milganligini. Kimi ko'rdik uyiga ko'milganligini. Biror bir odamni ko'rdikmi? Shu odam akasi bilan, ukasi bilan, opasi bilan, singlisi bilan shu uyda urushgan edi. Kelinglar uyda o'rtasiga ko'maylik degan joyini ko'rdikmi? 2 soat o'ladi, bir pasda xabar beriladi, qabr tayyormi? Qabr tayyor. 2 soatga qolib qolmaydi. Yug'uchi domla keladi, saloti janoza namozda o'qiladi, olib chiqib ketiladi. Hatto kechasi ham o'qiyapmiz.